Shuning uchun hech qachon afsuslanib, voy unaqa qilishim kerak edi, bunaqa. Yo'q. Demak, shunaqa bo'lish kerak edi. Bo'ldi. Orqadagi narsani o'zgartira olmaysan. Yo'q. Ertangi kunni bugungi qadaming bilan o'zgartirishing mumkin. Kerak emas. Men hayotim boshlaganimda u odamga erga tegmasdim, unga uylanmasdim, u biznes qilmasdim, kuydim-ku, bu uyni sotmasdim, bu uyni olmasdim. Yo'q, bo'ldi. Endi o'sha kuchli shaxssiz oldingidaqa yo'qmasiz. Endi siz oldingidaqa ishonuvchan emassiz. Oldingidaqa hamma ko'nglingizni ochib beravermaysiz. Chunki har safar ko'nglingizni ochganda ko'tingizga ketishdi. Endi ko'tingizga ham, ko'nglingizga ham ehtiyot bo'lasiz. Shuning uchun hech qachon afsuslanib, voy unaqa qilishim kerak edi, bunaqa. Yo'q. Demak, shunaqa bo'lish kerak edi. Bo'ldi. Orqadagi narsani o'zgartira olmaysan. Yo'q. Ertangi kunni bugungi qadaming bilan o'zgartirishing mumkin. Kerak emas. Men hayotim boshlaganimda u odamga erga tegmasdim, unga uylanmasdim, u biznes qilmasdim, kuydim-ku, bu uyni sotmasdim, bu uyni olmasdim. Yo'q, bo'ldi. Endi o'sha kuchli shaxssiz oldingidaqa yo'qmasiz. Endi siz oldingidaqa ishonuvchan emassiz. Oldingidaqa hamma ko'nglingizni ochib beravermaysiz. Chunki har safar ko'nglingizni ochganda ko'tingizga ketishdi. Endi ko'tingizga ham, ko'nglingizga ham ehtiyot bo'lasiz.